tomoni Arafat maydoni hisoblanadi. Mana shu aylanasiga chiqqan. Arafat maydonini alohida qilib qo'ygan. Mana shu sariq bilan. Mana Arafat deb yozib qo'yibdi. Mana shuni ichi Arafat hisoblanadi. Bu Arafat maydonida 12 oy, ya'ni yil davomida bu yerda qurilish ishlari bo'ladi. Haj mavsumiga tayyorgarlik bo'ladi. Yo'llar tozalanadi, ariqlar qaytadan qilinadi, yangiliklar kiritiladi, suv g'ovurlari yangidan qilinadi. Bu tomonga qarasak, Arafat maydonining ichi. Lekin mana qurilish ketyapti hamma joyda. Bozilgan, ko'chilgan, tushirilgan. Zulhijja oyining 9-kuniga tayyorgarlik bo'ladi. Arafat maydonida hojilarimiz mana shu maydon ichida bo'lish kerak. Shuni ichida bo'lsa haj hisoblanadi. Va bu yerda masjid bor, Namiro masjidi bor. O'sha joyda peshin bilan asrni jamlab o'tadi. Ya'ni Namiro masjidi yilda bir marta azon aytiladi. Zulhijja oyining 9-kunida, ya'ni bir marta azon aytiladi. 2 takbir bilan peshin asr namozi jamlab o'qiladi, jamlab. Boshqa joyda jamlash yo'q. Mana shu Arafat va Muzdalifa maydonida bor. Bu yerda qilingan duolar ijobat. Odam ato bilan momon havo uchrashgan tog'. Tog'ni bu yerga boramiz. Ko'rsatamiz, hozir o'sha joyga boramiz. Aytdiga Alloh taolo farishtalarga maqtanargan, farishtalarga. Bandalarim mendan nima so'rayapti? Qiyomat bo'lganda odamlar to'planadi-ku. To'planib turishga joy bo'lmaydi-ku. O'shanda joy bo'ladi bu. Turishga joy bo'lmaydi Arafat maydonining ichida. Shunaqa odam bo'ladi, tasavvur qilish uchun. Hajga borganlar bormi ichimizda? Shunaqa tasavvur qilishimiz kerak. Turishga odam yotib olishga joy yo'q-da. Shunaqa joy bo'ladi bu odam. Odam zichligidan agar odam yiqilsa, odam ustidan bosib o'tkazishi mumkin. Arafat maydonida hojilar shunday turadi. Mana o'y tomonimizga qaraymiz, Namiro masjidi. Aytganimizdek, qaradimi hamma o'y tomonga? Mana Namiro masjidi. Zulhijja oyining 9-kunida bu yerda bitta azon bilan 2 takbir qilib peshin va asrni jamlab o'qiydi. Namiro deb nomlanishiga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari haj va umraga kelgan vaqtlarida bu yerga anaqa palatkalar tikilgan edi, palatkalar. Va o'sha palatkalar ola bo'lib ko'ringan, ola. Biri oq, biri qora, biri sariq. Har bir rangda o'tib ketgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari qarab yo'lbarsga o'xshatgan. Yo'lbars. Va Namiro deb atala boshlagan. Mana juda katta masjid.
payti bu yerda ham ta'mirlash ishlari olib boriladi. Boshqa payti namoz o'qilmaydi bu yerda. Mana hattoki tashqarilarda namoz o'qiladi, o'sha namoz, peshin va asr. Hojilar ichkariga sig'maganidan atroflarga joy qilingan, aylanasiga.